Assalomu alaykum aka. Men bugun sizlarga Excelda mana shu savollarga qanday qilib javob berish haqida dars o'tib beraman. Xo'sh, biza mana shu spreadsheetdan foydalangan holda savollarga javob beramiz. Birinchi savoldan boshlasak, bunda o'sha k ustunda har bitta bola uchun o'rtacha ballni toping deyapti. Mana bu yerda ya'ni bu yoqda teng yozib olib, mana bu yerdan formulada bo'limiga o'tgan holda formulalar ichidan averajni topib olib, bu yerda bir boshlanish muddati S2 dan J2gacha bo'libdi. Aka bosorsa bu yerda o'zi bizga o'rtachasini hisoblab beradi. Biz shunday qilib har bitta bola uchun formula yozib chiqishimiz shart emas. Mana shu tagidan chiqqan mana shu tagidan buni kesib plyuscha chiqadi. Shuni pastga jo'natib yuborsak, hammasini o'zi hisoblab beradi. Hammasini hisoblab beradi o'zi. Xo'sh, endi buni tushungan bo'lsanglar, keyingi savolga o'tamiz. Endi 302-qatorda har bitta fan uchun o'rtacha hisoblanyapti. Bu ham teng qo'yib yuborib, averajdan foydalanamiz. Birinchisi haqida S2 dan S301gacha bo'lyapti. Buni OKni bossa, bizga har bitta fan uchun o'rtacha ballni hisoblab beradi. Shuni endi buni o'tkazib olsak, hamma fannikini qilgan bo'lamiz. Endi keyingi savol. Endi L ustunda endi bolalarni imtihondan o'tgan yoki o'tmaganligi haqida o'ldirishimiz kerak. Buning uchun bizda teng qo'yib olib, ifdan foydalanamiz. If bu agarda ma'nosini bildirgan holda, bu agar o'rtachasi 70 dan katta yoki teng bo'lsa, imtihondan o'tgan bo'ladi. Virgül bu bolani Samad Andersonnikini o'rtacha bahosi 70 dan past bo'lgani uchun fail degan chiqibdi. Endi buni hammasiga hisoblash uchun o'tkazib olsak, hamma bola uchun hisoblab beradi. Endi shu hamma bilan hisoblab olsa bo'ladi. Endi keyingi savolga o'tsa, what is the average score of all students? Endi hamma bolalarni o'rtachasini topamiz. Mana shu yerdagi teng qo'yib, bu yerda averajdan foydalangan holda birinchi boshlanishi K2 dan to K301gacha davom etadi. Bu o'rtachadan hisoblasa 60,51 chiqgan. Bu hamma bolalarni fanlardan olgan ballarning o'rtachasi. Keyin endi 5-savolga o'tamiz. How many students scored above 90 in maths? Bu count formulasidan foydalangan holda nechta bola matematika fanidan 90 dan baland yoki unga teng olganini hisoblab olamiz.
teng. Mana bu yerdan formulaga kirib count ifni topib olamiz. Endi buni boshlanish joyi E2 bo'libdi, to E200 gacha davom etyapti. Endi bu yerga 90 dan katta yoki tengni topamiz. Katta yoki teng 90. Endi bu nechtalgan, bu nechta bola 90 dan baland yoki unga teng olganini hisoblayapti. 38 ta bola 90 yoki undan baland olgan. Endi keyingi savolga o'tamiz. O'sha geografiya fanidan olgan o'quvchilarni eng baland olgan bilan eng past olgan o'quvchini farqini topamiz. Bu uchun teng qo'yib olib, birinchi eng baland olgan bolani topib olamiz. Bu yerda D2 dan to D301 gacha davom etyapti. Endi shu farqni topish uchun biz eng balanddan eng minimumdan ayirib tashlaymiz. Buning uchun bu yerda men qavs ochilgan D2 dan D301 gacha davom etyapti. Qavsni yopamiz. Shuni topib olsak bo'ladi. Bu eng baland olgan bola 100 olgan va eng pasti 20 olgan ekan. Ularning farqi 80 chiqyapti. Bu eng baland va eng past bolaning farqini bizga ko'rsatib beradi. Xo'sh, shunday qilib bizani savollarimiz oxiriga yetdi va e'tiboringiz uchun rahmat. Agar videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying va videolarimizni qolganlardan ko'rib chiqishni maslahat beraman. Va videomiz